Assalomu alaykum barchaga hurmatli obunachilarimiz, yaqinlarimiz, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Bugun Andijon mashina bozoridan xudo xolisa Nexia'larning videoroligimizni boshladik. Like'larni bosib, albatta kanalimizga obuna bo'lishni esdan chiqarib qo'ymanglar. Fikringizni kommentariyada qoldirib o'tishingiz mumkin. Qani bo'lmasa boshladik do'stlar. 2010-yilda ishlab chiqarilgan Oqadan akalar. Ko'ringlarchi. Mashinaning holatlarini aytadigan bo'lsak, 2010 Sons Tramblerlar oxirgi avlodlaridan kondisionerlari ham bor ekan do'stlar, mana. Qadramli holatlarni ham ko'rib o'tsanglar bo'ladi. Holatlari o'rtacha holatda. Balonlari ham o'rtacha. Xo'p, eshiklarni sal yopib qo'ysak bo'ladimi? Eshikda kraska bor ekan. 3 ta. Orqa eshikda 2 orqa kiloda bor. Orqa eshikda 2 ta orqa kiloda 3 ta detalli kraskasi bor. Lux Polni 390 ming yurgan ekan. 3 ta detalli kraskasi bor. 2010. Motor korobka hadovoylar qanaqa aka? Rasxodlari yo'qmi? Olib sarflab yuradigan joylari yo'q-a? Bunaqa joylari yo'q deyilyapti. Metallari ham bor, mana temir pollarni ham shumka qilingan ekan. Zapaskasi yo'q ekan lekin. Olib sarflaydigan joylari yo'q aka. 3 ta detalli kraskasi bor. Puli qancha buni? 46 kami bor. Variant nasiyalarga nima deymiz? Variant 3000 pul bo'lsa qilamiz. 3000 puli borlarga variant orqali kelishlar, ana. Telefon nomerlaringiz? 33 880 30 31 raqamlariga aloqaga chiqaramiz do'stlar. Naqd pulga qanchaga savdo qilishyapti bo'lmasa aka? 36 ga naqd bermadingizmi? O'sha kelishlar. Yaxshi, telefon qilasizlar, kimga yo'q holatini ko'rdinglarmi? Nexia'ning Lux'dan minaman deganlar bo'lsa, ko'ringlarchi, 2014-yilda ishlab chiqarilgan Metallica svetda, ya'ni seri svet do'stlar. Ko'ringlarchi mashina holatlarini 1.6 kondisionerlari bor, gidravlikasi bor, Lux variantidan. Qadramli holatlarini ham ko'rib o'tsanglar bo'ladi. Holatlari yaxshi ekan. Kondisionerlar ishlaydi. Konditsioner ishlayapti. Balonlari ham bosib qo'yilibdi. Balonlari ham yaxshi ekan. Qancha yurdi aka? 176 ming yurgan 2014. Kraskalarchi? Kraskami oldi eshikda bor. Bitta eshik, Orqa eshik tagida bor, Aha. orqasida bor. Xolos, qolgan yerda. qolgan joy tozami? Qolgan joylar toza. Stolkasiga o'tmaganmi aka? O'tmagan. O'tmagan ekan, mana stolkalarni ham bitta ko'rsanglar bo'ladi. 176 ming deysiz, Zafar aka. Xo'p, metallarni ham bitta ko'rsatamiz, mana 100 talik. Qollarni ham bitta ko'rishimiz mumkin. Mana qol holatlari ekan. Motor korobka hadovoylarimiz qanaqa aka? Motor ochilmagandir, ha? Ochilmagan, rasxod qilmaydi. Puli qancha buni? 5,5 ming deyapmiz kami. 5,5 kami bor. Variant nasiyalarga nima deymiz aka? Yo'q, Naqd sotiladimi? Faqat naqd puli sotilar ekan, kimga yo'q aloqaga chiqib gaplashib ko'rasizlar. Telefon nomerlaringiz 90 146 66 14 raqamlariga telefon qila olasizlar do'stlar. Naqd pulga necha pulgacha savdo bo'lyapti aka, sir bo'lmasa? 47 qilishdi. 47 ga bermadingizmi? 47 ga naqd berilmoqda akalar, kimga yo'q aloqaga chiqa olasizlar. Metallica svetidan navbatdagisi ham do'stlar 2014-yilda ishlab chiqarilgani. Holatlarini ko'ringlarchi. Yoqqa aloqaga chiqa olasizlar. Lux Dons akalar. Gidravlikasi ham bor. Qadramli holatlarini bitta ko'rsanglar bo'ladi. Holatlari yaxshi ekan. Xo'p, balonlari ham yaxshi. Yurgani qancha buni aka? 286 ming. 286 ming yurgan 2014 kraskalarchi? Kraska oldida bor. Oldi 25-30% bor. 25% 30% atrofida bor. Ustitr o'zinikimi aka? Ustitr o'ziniki. Metallarni ham ko'rsatib o'tamiz. Mana 100 talik temir. Qol qismlarini ham ko'rsatamiz mana. Zapaskalari ham bor ekan do'stlar. Holatlari yaxshi. Motorlari yaxshimi ekan, asfalt yo'qmi? Motor rasxodlari yo'q, hadovoylari yaxshi. Hadovoy korobkalari ham ishi yo'q, olib sarflaydigan joylari yo'q. Xo'p, bo'ladi. 20-30% deysizmi kraskani? Pulichi aka? 4600 deyapmiz, kami bor. 4600 kami bor. Variant nasiyalar bo'ladimi yo naqdmi? Faqat naqd puli sotiladi. Telefon raqamlaringiz? 93lik 749 749
0010. 0010 raqamlariga aloqaga chiqa olamiz do'stlar. Naq pulga qanchaga savdo qildi aka sir bo'lmasa? 4000 so'rashi. 4 ga naqd emas, qo'shsa kelishlar. Endi Yaxshi do'stlar, holatini ko'rdinglar, aloqaga chiqa olasizlar. Nasib savdo yo'q deysiz, ha? Xo'p, bo'la. 2006-yil ishlab chiqarilgan kraskasi tozasidan ko'ringlarchi do'stlar. Baqlajon svet ekan-a bu. Baqlajon svet deymizmi akalar, mashinani ko'ringlarchi, balonlari ham yaxshi ekan. 2006 kraskasi toza deyilyapti. Oynalari elektron ekan. Orqa oldalarini ham bitta ochib ko'rsatib o'tib ketamiz. Sovuq. Qani ochiladi endi bu? Mana boshlaygan. Orqasini ham bitta ochib ko'rsatib o'tamiz. Probegi 355 ming shunaqa ekan. 355 ming yurgan 2006. Ko'ringlarchi akalar. Orqa obshivka, salonlarni ham ko'rishingiz mumkin, lekin 2006 ga sostoyanasi zo'r ekan, lekin orqalarini ham bitta ko'rsatib ketamiz akalar. Bu ham chiroyli svet ekan. 100 tali metallari bormi? Tushib ketib qolyapti. Taylarni ham ko'rsatay desam 355 ming yuribdi-a bu. 355 ming yurgan. Dons variantidan Lux base konditsioner ekan. Ular ham padramlari ham yaxshi. Xo'p, motor korobka hada o'ylari nima deyapti aka? Rasoti yo'qmi? Olib sarflaydigan joylari yo'q-a? Pulini qancha aytamiz? 3800 uzilib kesilmi? 3800 ga do'stlar uzilib kesilgan, kimga olsa aloqasiz gaplashib ko'rasizlar. Dokumentdan muammosi yo'q, olgan hujjatini qilib olaveradi. Telefon raqamlar 91 600 36. nechi? 640 36. 40 36 ga telefon qila olamiz do'stlar. Savdo qancha qilishyapti o'zi bozor? 3,5-3,600 atrofida savdo bo'lyapti. Yaxshi, telefon qila olasizlar. Kelar mashina holatini ko'rdinglar. 2013-yil ishlab chiqarilgan qop qorasidan. Do'stlar, ko'ringlarchi, kraskasi ham toza ekan. Ol sotib qilib olish sharti bilan kelar. Ya'ni o'tkazib olish sharti bilan. Don o'zi qancha yurdi? 331 mingda motor ochilmayapti, rasxot ham qilmaydi-a? Rasxot yo'q umuman. Rasxotlari ham yo'q akalar. Mana Nexia'ning motorlari ochilmagan ekan hali shuncha probeggacha. Endi qarab minilsa yuraveradi. Balon bosib olar ekan. Balon qo'yib olasizlar ekan. To'raloyni elektron. 331 ming dedingiz-a? 331 ming yurgan. Kraskasi toza. Orqa obshivka, salon holatlarini ham ko'rishingiz mumkin. Nexia'ning holatlari ham yaxshi ekan. Metani bor 100 talik. Qo'llarini ham ko'rsanglar bo'ladi mana. Holatlari yaxshi. Aka olib sarflaydigan joylari yo'q-a? Balonda. Shu balon qo'yib olsa bo'ldi ekan. Qolgan joylari nimasi yo'q. Faqat o'tkazib olish sharti bilan sotilar ekan. Narxini yengilroq aytamizmi aka? 4000 ga o'tib beraman. 4000 kami bor. Variant yo'llarigachi? Yo'q, Damas qolmas bo'lsa barter qila olamiz. Damazga bo'lsa barterga kelisha olamiz. Bo'lmasa naqd pulga arzonroq beramiz-a. Ha. Telefon raqamlar 50 50 kodi bilan 883 883 33 33 55. 55 ga telefon qila olasizlar. Bozor nech pul qilyapti aka? Bozor hozircha 3,5 beryapti. 3,5 atrofida savdo bo'lyapti. Xo'p, bo'ladi, telefon qilasizlar. Dehqon egalaridan ekan 2015-yil ishlab chiqarilgan oqidan ko'ringlarchi. Dons Luxdan 16 Lux konditsioner, padran holatlarini ham ko'rib o'tsanglar bo'ladi. 15 deysiz-a uni, balonlari yaxshi. Orqasini ochib berasizmi aka? Kraskasi qanaqa aka? Toza aka. Tozami? Gap yo'q lekin. 235 15 235 ming yurgan, kraskasi toza. Puli qancha? 5300 kami bor. Variantlarchi? Yo'q, variant yo'q, naqd aka. Naqdga sotiladimi? Faqat naqd puli sotilar ekan, kimga yo'qsa aloqaga chiqasizlar. Oxiriga qilyapti yerda. 4700 ga shu bozorda bermadingiz. Qo'shsa kelishiladi. Xo'p, telefon nomeringiz-chi? 93 761 761 0114. 0114 ga aloqaga chiqa olasizlar. Mana kelar 4700 ga berilmabdi. 2009-yil ishlab chiqarilgan kul rangidan do'stlar. Ko'ringlarchi mashinani. Pul arzonroq nechta so'ragan yaqinlarimizga. Mana. 1.6 gidravlikasi bor. Yevro variant ekonomizerlari bor ekan. Padrani ko'rinmayapti. Hop. Balonlari o'rtacha. Kuzga chiqib bitta almashtirib olasizlar ekan.
Xo'sh, oyna ko'tarib tushirishlar elektron. Probeg qancha aka? 527 ming. 527 ming yurgan 2009 kraskalari bormi yo'qmi? Tomdan pastki kraska. Qattiq udalari bir qattiq urilganayotgan joylari yo'qmi? Kesilib almashgan. Bunaqa joylari yo'q deyilyapti. Metallari bor 100 talik. Qo'llarni ham ko'rib o'tsanglar bo'ladi. Tomni pastki kraska 537 ming yurgan, 527 mingmi qancha? Motorlarchi aka qanaqa? Motor asfoti yo'q. Hadovoy korobkalarchi? Hadovoylar emas. Korobka ichi bor, shuni qilib beramiz. Korobkada nima? Ichisi ko'rsangiz ketib qoladimi? Yo'q, biqillayapti soganda. Ha, soganda. $50, 500-600 ming rasxod jeta deyishyapti. Xo'p, bo'ladi. Pulini yengilroq aytamizmi aka? Nega $1000 olib beramiz? 2 yil krediti bor. Ha, bankdan qarzi bormi buni? 2 million 700 ming so'm. Naqqa toza qilib olib ketaman desa. Kami bor. 3,5 kami bor deyilyapti ekan akalar. Naq puliga kimga saloqlashib gaplashib ko'ringlar. Telefon nomeringiz 77-044 3196. 3196 ga telefon qila olamiz do'stlar. Naqqa savdo qilishdimi, qilishmadimi? Yo'q, hali savdo qilishmadim. Xo'p, telefon qilasizlar. 8 million qarzi bor. Aha. $1750 ga Wi-Fi bilan beriladi. Wi-Fi bonus qilib berasiz. Bu bonus Wi-Fi. Yaxshi, do'stlar, ko'ringlarchi mana. Arzon mashina so'raganlarga Sonstran Blue. Prostoy ekan akalar. Mashinani ko'rsanglar bo'ladi. Holatlari yaxshi. O, qarzi ham bor deyapti, lekin qarzi bilan emas, biz asosiy shu naqd pul olib ketishni tavsiya qilamiz. 415 ming yurgan ekan. Xo'p, oynalarni qanday ochadi buni? Elektronikasini qayergadir joylashtirilgan mana shu yerga do'stlar. Orqa obshivka, salonlarni ham ko'rsanglar bo'ladi. 2006 deyildimi? Probegini ko'rmadingmi? 415 ming. Ko'ribsiz-a? Motor korobka hada o'ylar qanaqa? Yurishtirishga javob ber. Gaz balon yangi qo'yildi. Aha. Hadovoyga 1 million 800 ketdi. Aha. Bu 2 million 1 million 200 ga para qo'yildi tumanisiga. Yaxshi. Xo'p, endi buni hoshtovga naqd puliga toza qilib ketaman deganga necha pul bera olamiz? 2 million 300 ga Wi-Fi bilan beraman. Aha. Yo'q desa bonus kerak desa 2000 ga mashinani o'zini beraman. 2000 ga olib ketaversin. Olib ketaveradi. Kraskalar qanaqa buni? Kraska 20% bor. 20% atrofida kraskasi bor. Motor korobka hadovoylarda umuman ishlari asboblari yo'q. Yaxshi. $2000 ga uzilib olib ketaversin. Gap yo'q, do'stlar. 2300 ga beraman. 2000 ga neyse. Telefon nomeringizni qaytarib berasiz. 93 Aha. 251 Aha. 44 48. 44 48 raqamlariga telefon qila olamiz do'stlar mana. 2009-yilda ishlab chiqarilgan navbatdagisi qorasidan. Donsmi aka bu? Dons akalar. Xo'p. 1.6 ga qiziqqan do'stlarimizga 2009 1.6 gidravlikasi bor. Madaravning holatlarini ham bitta ko'rib o'tsanglar bo'ladi. Holatlari yaxshi. Metallari ham bor ekan. Balonlari o'rtacha holatda. Salon holatlarini aytadigan bo'lsak, Lux space konditsioner bo'lyaptimi shunda? Oyna elektron. Probeg qancha bo'ldi aka? 502 ming dollar. 502 ming. Orqasi ochiladimi? 502 ming yurgan 2009 kraskalarchi aka? Kraska toza, bitta petta bor, har tomonda keladi. Tozami? Ustali metallari bor ekan. Zapaskalarni bitta ko'rsata olamizmi? Mana akalar, qo'llarni bitta ko'rsanglar bo'ladi. 500 mingdan o'tgan probeg. Motorchi aka? Motor korobka hadovoyda ishi yo'q aka. Motor hadovoy korobkalarida ishi rasxodlari yo'q. Pulini qancha aytamiz aka, mana bir kelishtirib? 3800 dan o'tib beramiz aka. 3800 kami bor. Variant bera olasizmi yo naqdmi? Yo'q, naqd. Faqat naqd puli sotiladi. Dehqon egalaridan faqat naqd puli sotilar ekan. Kimga yo'q salohiyat gaplashib ko'ringlar. Telefon nomeringiz 94 108 38 89. 38 89 raqamlariga telefon qila olamiz do'stlar. Aka savdo qilgan bo'ldimi, bo'lmadimi? 3200 3300 qilishyapti, uni sotiladi. 3200 3300 ga bermadingiz. Yaxshi pul bo'pti, lekin Wi-Fi mana aka buni. Aha. 3550 ga beraman. 3550. 3600 ga. Esh, baland olib ketyapti-yu buni biz. 3550 dan qaytmaydi. Qaytmadi. Ya o'tib ham berasiz, yo'q, to'g'ri. 1.6. O'niki bu. Ko'ringlar mana. 2010 dedsiz-a? Ha,
Kraska, probeylari qanaqa? Kraska 20-30% bor ekan. Probegi yo'q buni bilmayman. Probegini bezagini nechini ko'rib olaveradi. Ko'raveradi. Yurish-turishga. Yaxshi. Prostoy ekan do'stlar. Salon holatlari o'rtacha holatda, lekin saloni chiroyli ekan lekin akalar ya'ni. Sarniga solganingizda bilmagan holatda g'arq deydi. Nima deganini bilmayman. Endi oldin Orqa shifka salonlarni ham ko'rib bo'lsanglar bo'ladi. Holatlari yaxshi. Xo'p, metallari bor 100 talik. Pollarni ocholmadim, tushib ketib qolmasin deb cho'chidik. Xo'p, kraskasida ham 20-30% dedingizmi? 20-30%. Qattiq udallar, seriozniy bir nimalari yo'q-a? Ustitillar o'zinikimi? Hamma o'zini. Ustitillar o'ziniki. Buni olishdaqa bizga endi yengilroq qilib ayting narxini. Uka, men 300 ga oldim. Aha. Foydasi bersa bo'ldi. 300 ga oldingiz, naqdga. Naqdga emas, sotib berishga oldim. Aha. Kallam qovol chamatdim. Gap yo'q. Foyda bersa sotasiz. Yaxshi. Telefon nomerlar. 93 Aha. 251 251 44 44 48. 48 raqamlariga telefon qila olasizlar do'stlar. 3300 ga foyda bersa sotamiz deyiladi. Holatini ko'rdinglar. Xo'p bo'ladi. Ish vaqtida 8:00 18:00 gacha bemalol aloqaga chiqa olasizlar do'stlar.